Nega ko'pchilik ayollar pulni noto'g'ri ishlatishadi? Keling, buni 3 ta sababini ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lishi mumkin, ayollarda o'ziga xos bo'lgan hissiy qo'zg'aluvchanlik yuqori bo'lganligi uchun pulga hissiy munosabatda bo'lishi. Ya'ni, agar ayolda ruhiy bo'shliq, depressiyalar bo'ladigan bo'lsa, pul orqali bu holatlarni to'ldirishi mumkin. Ya'ni u shoppinglar qilish, taqinchoqlar olish, turli xil xaridlar orqali o'zining ruhiy bo'shlig'ini to'ldirmoqchi bo'ladi. Ikkinchi turdagi ayollarimizning pulga bo'lgan munosabati qo'rquv bilan bog'langanligi uchun ular pulni ishlatib qo'ysam tugab qoladi degan qo'rquvlari yoki pul menda bo'lsa pul yo'qolib qolishi mumkin degan xavotir orqali pullarni noto'g'ri ishlatishadi. Uchinchi turdagi ayollarimiz esa pul ilmi yo'qligi uchun, pulga bo'lgan munosabati, ko'nikmalari bo'lmaganligi uchun pulni qanday qilib sarflashni bilmaydilar. Sizchi, siz qaysi turdagi ayollar toifasiga kirasiz? Izohlarda yozib qoldiring.